Muhammed Yusuf 1968 yili Xotan viloyatida dunyoga kelgan. U tuluqsiz o'tirni puturibla qarilikqa kirishgan bo'lib, kichik yoshida Qur'oni Karimni yodlab bo'lgan. 1984 yili Nahiylik cho'ng jamida tunji xatmini o'qiganda kishilarning zo'qini qo'zg'agan. 1984 va 85 yillar orasida Yushrun madrasada arab tili o'rganishga boshlab, dastlabki savodini chiqargandan keyin 1986 yili 6-oyda chet elda ilm tahsil qilish maqsadi bilan vatandan ayrilgan va shu yili haj faoliyatini oxirlashtirib bo'lib Misrga o'qishga ketgan. 1986 yili 9-oyda Misr Azhar bilimgohining tayyorlik sinfiga o'qishga kirib, shu yilning oxiri to'liq o'tirg'i imtihon berib o'tgan. To'liqning 1 va 2-yilligini o'qib bo'lib, musobaqa orqali 4-yillikka atlagan. Shunda qilib 4 yillik to'liq o'ttirni 3 yilda bitirgan. 1989 yili Azhar universitetining shariat va qonun fakultetiga qabul qilinib, 1993 yili tamomlagan. 1993 yilning oxiridan 95 yilning 5-gacha Turkiyaning Istanbul shahridagi Üsküdar rayonlik Qur'on yodlash madrasasida arab tili va qiroatdan dars bergan. 1995 yildan 2001 yilgacha Qozog'istonning Olmuta shahridagi Qozoq-Turk institutida arab tilidan muallim bo'lib ishlagan. Bu jarayonda Qozog'istonning Cumhuriyetlik gazetlaridan Uyg'ur ovozi va Yangi hayot gazetlarida diniy va ijtimoiy masalalar haqida nurg'un maqola yozib e'lon qilgan. 2001 yildan beri Saudiya Arabiston radiosining Uyg'ur bo'limida bo'lim boshlig'i bo'lib ishlab kelmoqda. Muhammed Yusufning fikr qarashi. Muhammed Yusuf diniy jihatda o'ttir hollikni asos qilgan ilg'or fikr qarashga ega bo'lib, radikallikdan va cheklik muhit ta'siridan albatta yiroqdir. Tenimsiz izlanish ruhiga ega Muhammed Yusuf hozirgacha 20 partiyadan ortiq asar yozganning sirtida arab tilidan Uyg'ur tiliga 10 partiyadan ortiq kitob tarjima qilgan hamda har qaysi torbatlarida 100 partiyadan ko'proq maqola e'lon qilgan. Hozirgacha uning asarlari vatan ichi va sirtidagi Uyg'urlarning qizg'in olqishiga erishib kelmoqda. Muhammed Yusufning nashr qilinib bo'lgan asarlari. 1. Islomdagi oila tuzumi. 1. nashri 1996 yili, 2. nashri 2002 yili Istanbulda, 3. nashri 2010 yili Beyrutda nashr qilingan. 2. Islom aqidalari. 1. nashri 1997 yili Uyg'ur Slavyan yezig'ida Olmutada. 2. nashri 1998 yili Qashqarda. 3. nashri 2003 yili Qozoq tilida Olmutada. 4. nashri 2004 yili Istanbulda. 5. nashri 2005 yili Uyg'ur Slavyan yezig'ida Olmutada. 6. nashri 2006 yili Qozoq tilida Olmutada. 7., 8. va 9. nashrlari 2008, 2009 va 2010 yillari Olmutada orqa-orqadan Uyg'ur Slavyan yezig'ida nashr qilingan. 3. namoz va uning qoida tartiblari. 1. nashri 1998 yili Uyg'ur Slavyan va arab yeziqlarida Olmutada. 2. nashri 2007 yili Istanbulda. 3. nashri 2008 yili, 4. nashri 2012 yili Beyrutda nashr qilingan. 4. namoz haqida savod. 1. nashri 1998 yili, 2. nashri 2006 yil, 3. nashri 2008 yili, 4. nashri 2009 yili, 5. nashri 2010 yili Uyg'ur Slavyan yezig'ida Olmutada. 6. nashri rus tilida 2013 yili Olmutada besilgan. 5. ro'za va uning ahkomlari. 1. nashri 1999 yili arab va Slavyan yeziqlarida Olmutada, 2004 yili 2. nashri Istanbulda besilgan. 6. dinimizning safligini qo'g'dayli. Yangi hayot va Uyg'ur ovozi gazetlarida e'lon qilingan maqolalarning to'plami. 1. nashri 99 yili, 2. nashri 2005 yili Istanbulda nashr qilingan. 7. zakot kitobi. 1. nashri 2003 yili Istanbulda nashr qilingan. 8. duo va uning fazilatlari. 1. nashri 2004 yili Istanbulda nashr qilingan. 9. ilohiy qo'rg'on. 1. nashri 2005 yili, 2. nashri 2006 yili, 3. nashri 2010 yili Istanbulda, 4. nashri 2012 yili Beyrutda nashr qilingan. 10. G'arb madaniyati va biz 2004 yili Istanbulda nashr qilingan. 11. Haj va umr qo'llanmasi. 1. nashri 2005 yili Istanbulda, 2. nashri 2007 yili Riyod, 3. nashri 2009 yili Uyg'ur Slavyan yezig'ida Olmutada, 4. nashri 2011 yili Makkada nashr qilingan. 12. Islomdagi harom va cheklangan ishlar.
Birinci nəşri 2009 yılı Uyghur Arab yazıqıda İstanbul'da. İkinci nəşri 2010 yılı Slavyan yazıqıda Almutada nəşr qılınğan. 13. Beş Periz ve İslamdaki aile tüzümü 6 kitapның toplumi bulup 2009 yılı Beyrut nəşr qılınğan. 14. Ösmirler üçün dini savat 1. nəşri 2009 yılı Beyrut'ta qattiq muqavilik qılıb besilgan. Qısqartılgan 2. ve 3. nəşrləri 2012 yılı Beyrut'ta ve İstanbul'da. 4. nəşri 2013 yılı Uyghur Slavyan yazıqıda Almutada. 5. nəşri 2013 yılı Mekke'de nəşr qılınğan. 15. Din ve Hayat 1600 sualga cevap. 2009 yılı Beyrut nəşr qılınğan. Keyinci tuluqlanıp Din ve Hayat 2000 sualga cevap degan isim bilen 2. nəşri 2010 yıl, 3. nəşri 2011 yıl Beyrut'ta. 3. nəşrinin Uyghur Slavyan yazıqıdaki nusxası 2013 yılı Almutada. 4. nəşri 2013 yılı Beyrut'ta. 6. nəşri yeni Slavyan yazıqıdaki Uyghur tilda 2013 yılı Almutada nəşr qılınğan. 16. İslam ahlakı 1. nəşri 2010 yılı Beyrut'ta. 2. nəşri 2013 yılı yeni Beyrut'ta. 3. nəşrinin Uyghur Slavyan yazıqıdaki nusxası 2013 yılı Almutada nəşr qılınğan. 17. Bedel hac ticaretinin haramlıqı haqqıdaki uçuq söz 1. nəşri 2012 yılı Beyrut'ta. 2. nəşri 2013 yılı Mekke'de nəşr qılınğan. 18. Perzentlerimizni qandaq tarbiyaleymiz 1. nəşri 2013 yılı Beyrut'ta nəşr qılınğan. Nəşr qılınış aldı turvatqan əsərləri 1. Kur'an okuş qaideleri 2. Gurbetteki yaşlıq şiirler toplumu 3. Yürek siri şiirler toplumu 4. Mana bu İslam 5. Kur'an-ı Kerim bizning nicat yolumuz 6. Peygamberimizin uluq maqamini qoğdaylı maqallar toplumu Arab tilidan Uyghur tiliga tarjima qilgan asarlari At-Tafsirul Vadih Roshan tafsir Abduri Doktor Mahmud Hijazi 2. Al-Adyan fil Kur'an Kur'andaki diller Abduri Doktor Mahmud Sharif 3. Muxtasar Kitab İzharul Haq Haqiqatning e'loni Abduri Allama Rahmatullah Hindi 4. Kitab-ı Tevhid Tevhid kitabı Abduri Muhammed ibn Salih Al-Fawzan 5. Al-Aqidatus Sahiha To'g'ri aqida Abduri Saudi Arabistanning sobiq muftisi Allama ibn Baz 6. Şerh Usulul İman İman asaslarining sharhi Abduri Muhammed Salih Al-Musaymin 7. Menhacu Ahli Sunna vel Cema'a Ahli Sunnilerinin yolu Abduri Allama Muhammed ibn Abdülvahhab 8. En-Nasraniyetu fil asli vel vaqi Hristiyan dininin asli ve bugünü Abduri Allama Muhammed Abdullah Sahm 9. Sıfatu Salatin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber aleyhisselamның namaz okuş keyfiyeti Abduri Muhammed ibn Nasiruddin Albani 10. El-Vesailul Mufide lil Hayati Tayyibe Allama Abdurrahman Nasir El-Sa'di 11. Ed-Durusul Muhimme li Ammetil Umme Müslümanlarga muhim talimatlar Abduri ibn Baz 12. Namazda huşunun 33 sebebi Abduri Muhammed Salih El-Muneccid